O'shani berib kelishim kerak. Yo'l yo'laka mana shu yo'llarga to'xtab ishim hozir. Buni qaranglar. Yoshlar. Diyor. O'zim uchun, sizlar uchun ham xulosa bitirayda. Yeymiz. Yemasa bo'lmaydi. Men unimga berib qo'ying degan onalarim borda. Maza qilyapman. O'sha mazani yo'qotib qo'ymay deb gapirmay yapman. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat yo'qmishlar deganlar. Oxunu TV YouTube kanali taqdim etadi. Assalomu alaykum. O'zi yaqinda ko'rib turgan qadrdonlar, yaxshi insonlar, yaxshimisizlar, tanjonlaring sog'mi? Boringlarga shukr. Xo'p, hurmatli obunachilar, qariyman 2 oy bo'lib qoldi. 2 oy oldin Andijonda baliqchisidan bir dakan kurka olib kelgandim. Anvarjon, 1 so'm pulingiz kerak emas, iltimos. Ana shuni olib bir bola oling. Kurk bekor yotibdi, isrof bo'lmasin deb shuna deganda, mana shu kurkini olib kelgandim. Baliqchidan borib olib kelgandim. Bolalar katta bo'lib qoldi, mana 2 oylik bo'lib qoldi. O'shani berib kelishim kerak, obunachilar. Baliqchiga borib, mana shu egasiga rahmatni aytib, borib berib kelishim kerak. Qovunlar nima bo'lyapti deydigan insonlar ham qovunlar pishdi. Shunday Tbilisiga kirsangiz, qovun hidlari kelib turibdi. Odam bir bardil ochiladi-da. Ular obunachilar, men endi faqat to'g'ri o'zim tashlab kelmayman. Sizlar bilan birgalikda hozir shunday qovunbaga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Qovunbaga kirib, qovunni o'zamiz. Mana mahallamizda balgar sotib yurganlar bor. Bodring, qovun sotib yurganlar ham bor. Endi qovun gal sotgan yo'q-ku. Bodring, pomidor, pravtalar sotib yuribdi. Biz ham hozir qovunni o'zamiz. Baliqchiga faqat to'g'ri uchun emas-ku, yo'l-yo'lga bir o'zim sinab ko'raman. Qani qo'limdan keladimi, kelmaydimi? Yo'l-yo'lga mana shu do'konlarga to'xtab ishim hozir bir 15-20 ta qovun o'zamiz sizlar bilan birgalikda yo'l-yo'lga sotib ko'raman. Qo'limdan keladimi, kelmaydimi? Endi hozir mana optimda 6 ming, 7 ming bo'lyapti ekan. 7 mingdan ham sotishyapti ekan. Endi holatiga qarab. Mana bu karobga solamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb sekin polga kiramiz. Qovunlar uzamiz endi. Alloh barakasini bersin ha. Mana, olasizlar. Qovunlar. Sarg'aygani bor. Terib chiqamiz. Men hozir to'g'risi ham kamerani ham qovunni uzalmayman. O'shuning uchun hozir mashinamda o'zim maxsus kameracha bor. O'shani taqib olaman. Obunachilar, mana. Mana shuni taqib oldim mana. Yaxshi ko'rinyaptimi? Mana. Bemalol sizlar bilan ikkita qo'lim bo'sh, bemalol video qilaveraman. Rahmonrohim. Sizlarga yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa bo'ldi. Mana qovun palaklarimiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana qaranglar. Obunachilar, qovunni qaranglar, qovunda. Bismillahirrohmanirrohim. Endi mana buni olgan joyim obunachilar. Buni biz mana shunday uzamiz. Ne uzsak? Obunachilar. Banda bilan turaversa, mana. Hidini qara, hidini. Mana. Sekin. Ko'ramiz. Vahshu go'zal bo'lib tomli lekin. Ko'rsangiz obunachilar. Qarab yuramiz. Mana ikkinchisi mana. Yo bismillahirrohmanirrohim. Bu ham masjidni o'zamiz.
Nimaga bunday uzyapman? Obunachilar bilasizlarmi? Bu svejiylikni bildirib turadi. Qolaversa 1 sutka, 1,5 sutkagacha mana shu banda bilan turaveradi. Qovun holatini o'zgartirmaydi. Xo'p, qovunlarga ketib turamiz endi. Mana. Shunaqa qilib tersak, işte o svejiylik ham bilinib turadi-da. Uni tashlaylik. Ana. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Mana. Alloh barakasini bersin. Million pul topganingiz bilan baraka bo'lmagandan keyin. Mana. Obunachilar qovun. Mashga teraylik. Ana. O'zim holatini yo'qotmaydi. Mana bu yerda ham kichkina qovuncha bor ekan. Pishgandan keyin olish kerak edi. Xo'p. Buni ham banda bilan uzamiz. Endi hamma cho'ntagiga qarab ish qiladi-da. Kimni puli kamroq bo'lsa, mana kichkinaroqni olaveradi. Mozor vosita deydi-ku, uni qarab qo'yaylik. Ana, 4 ta. Bir qatordan 4 ta, xudo xolasa. Xo'p. Yemakda ham bor ekan mana. Ham pishibdi mana. Buni ham tagidan yulamiz. Mana. Nimada tegib qopdimi etki mana. Bunu so'yib qo'yamiz buni. Mana ezilib qopdi. So'yib beramiz buni tamtasiga. Yo'sali, mazasi qanaqa desa, mana deb turib so'yamiz-da. Nima deyapman bunachilar? Xo'p, bu tomon bo'ldi. Bu qulpnoylar. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh barakasini bersin, ha. Obunachilar. Lekin hammalarga rahmat. Addushi rahmat. Yaxshi ko'rinyaptimi polinglar? Addushi rahmat. Sizlar duolarim bilan. Dehqon mehnati bilan chotki bo'ldi, xudo xolasa. Hop. Bu tomonda kamroq ekan desak, mana bu yerda go'zali turibdi, go'zali. Bu band berib uzilib ham qolibdi, obunachilar. Oh, dedi-yu. Hidni qaranglar, hidni. Shundan go'zal hid taratyapti. Xo'p, mana bu yerda ham bor ekan mana. Uzib bo'ladi. Bandi uzilmagan. Buni bunday qilib uzamiz. Mana, obunachilar. O'zimning peshan teri mehnatlarim bilan yetishtirgan qovunim. Hop. Bu krasnaki qo'yib turamiz. Aytdim bor ekan mana. Mana obunachilar. Odam bir bahri dil ochiladi, hedab. Ya bismillah. Ishga qo'yib chiqay. Ko'payib ketmasin. Mana shu qo'yib tursak, salqinroqqa nima dilaring? Mana. Xo'p, mana ular endi sarg'ayar ekan. Xo'p. Mana aytdim bor ekan mana. Buni ham uzamiz. Mana. Bismillahirrohmanirrohim. Barakasini bersin. Dehqonchiliklarni bugun sizlar bilan birgalikda sotamiz, obunachilar. Endi quruq tovuqqa borib kelamanmi? Yo'linglarga, magazinlarga kirib birgalikda sotamiz. Bular endi mana kelyapti degan mulla qaranglar mana. Norasa bular ham darro'da sarg'ayadi. Xo'p, bu tomonga yurdik. Ko'zga ko'ringanini olamiz, obunachilar. Hamaylar ko'p, mana mo'rg'aylar 3 tadan, hammasi ekan 4 tadan mana, maytlarda ham bor mana. Hamaylar ko'p. Mana ular ham birma-ketma uzilish boshlaydi. Uzildimi, o'zi pishdi boshlaydi-da. Xo'p, ikkinchi qatorda ham uzib bo'ldik. Birinchi uzumda endi, obunachilar. Xo'p, endi 3-chi arqa tushamiz. Bismillahirrohmanirrohim.
Sekin tomosha qilib bugun ertaman so'yib qo'shni kelinlarga ham bolalarga aytdim, chaqir dedim. Yesin qo'shnilarim dedim. Mana shu tayini uzib qo'y. Ko'pchilik o't bosib ketdi, chopmaysizmi dedi. Bu chopadigan bo'lsa bo'lmaydi-da. Qo'ndi palagin tagidan chiqqanda bular ham shuning uchun tegib bo'lmaydi bunaqa paytda. Hop. Mana ular bu hali ertaga pishadi ular. Pishgani o'zim mana aytaman. Mana oling, men ketaman deb turadi o'zi tayyor bo'lib otilib. Mana bunlar ham ertaga pishadi xudo xolasa. Bo'lsa keyin kesib qo'ysak bo'ladi. Hop. Mana qulpunoylar ham chatki bo'ldi. Mana oxirgacha baylarim katta bo'ldi. Endi to'g'risi mashinada yurib sotmaganman. Lekin bugun sizlar bilan birgalikda shu quvunlar sotamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu qator chanqabdi mana palaylari. Bu ham band uzilib qoldi. Chanqabdi mana. Ko'rlaymi? Chanqabdi. Chunki pishgan davrda suv zo't o'tadi-da. Mana. O'rnasida 3 ta. Hop. Bunu palaya qaytdik. Bu shuni nozik narsa ekan, o'rnasida. Mana shu 3 tani tashlab kelaman. Keyin qaytadan kelamiz. Chunki bitta qo'lda qilsam hozir band uzilib qoladi. Biz mashlab qo'yib kelay. Ya bismillah. Qo'shib qo'ysam ham bo'laveradi salqinga. Oh. Qo'ldan tushib ketdi. Hop. Sekin tomosha qilib boraveramiz. O'rnini ko'rdik. Shuni bandni uzilmaydi dedik. Buni bandni uzish uchun sal ko'tarish kerak. Bandi bilan bo'lsa zo'rda. Shu suv berib turadi bu tanaga. Hop mana. Buni ham olamiz. Bittasi qoladi. Mana obunachilar. Ko'zlarim quvonyapti. Sizlarchi obunachilar? Sizlardan ko'zlarim quvonyaptimi? Anvarjon gap yo'q ekan tursa. Qovunlar ko'rib yegilaydan ko'p ketyapti keyinlar. Qovun sayligi. Yana qayta ko'rdim. Bo'ldi. Ko'rganimni uzib olib chiqaman obunachilar. Hop 3 ta, 4 ta, 7 ta, 8, 9 ta bo'ldi. 9 ta. Ana. O, nada bor? Ada 4 ta bor. 13 ta bo'ldi. Endi mo'pulaga kiramiz endi. Bismillahirrohmanirrohim. Bular chanqagan qaylar baylarni. Chanqagan. Mana bu yerda ham bor ekan mana. Sekin uzamiz buni ham. Ehtiyotkorlik bilan olamiz. Mana. Mana shu tursin. Qaytayotib olamiz. Hop. Bunun palagi bu tomonda ekan. Bu kichkinalar ekan. Ha, buni ham band uzilib ketdi. Band berganda bular o'shuncha tirsa band uzilib ketyapti. Qolaversin kichkina. Hop. Mana go'zalni ham olamiz endi, go'zalda. Go'zal deydi-yu. Juda go'zal deydi-yu. Juda go'zal deydi-yu. Mo'g'aylar. Tilni yoraman deydi. Tilni yoraman deydi. Mana shu aralashga qo'yib turamiz endi obunachilar. Maytda ham go'zallarda go'zala bor ekan. Hop. Hop. Mana.
Go'zallarda go'zal. Endi hali bandi bilan turmasa, hali odam eski quvunda o'ylashi mumkin. Har tomonni o'ylash kerak-da. O'shuning uchun bandi bilan yursalang, svejiligi bilan turadi. Odamni olayotgan odamdan qo'rqmay olaveradi-da. Yegan odamni nazar qilaveradi o'zi ham. Mana. Aba. Band berib, o'sha mo'lg'aylar, band berib o'sha uzilish kelib qoldi bandi. Yo, bismillah. Mana. Qani. Tomonlarga o'rlaylikchi. Bo'ldi. Yo, bismillah. Mana shu tomonlarga sag'anaydigandim-ku. O'sha joylab edilar. Hop. Mana qovun dedi-yu. O. Mana. Kichkinalarni o'raylik. Hamma cho'ntaga qarab oladi dedim-ku. Cho'ntaga qarab olaveradi. Yangilik qilib bolalarga olib kiradigan odamlar ham bor-da. Bir tilida bo'lsa ham shu bolalarim yesin deydi. Mana aytlarda ham bor ekan. Avtobusda ko'p ekan. Hop. Hoppala. Hop. Hop. Üzülüp gitti benden. Bu kadar degan ochiq qo'lay. Borganga yarasha, tuzroq ovla deyman-da. Raskat qilgan ekan, raskat qilish kerak. 30 ta olsam, 20 ta 30 ta. Hani 3 ta dom chiqarar ekan banda. Ulardan keyin olib ketaman. Свой огород. Dini diyor, dini. Başka teröreylik. Chiroyli qilib. Ana. Hop. Hurmatli obunachilar. Mana. Biz ekkan ko'chatlar qovunga aylandi va nihoyat pishdi. Bir ko'chat ekasiz, uni qachondir kim mevasini yeysiz. Uning uchun harakat qilish kerak, sabr qilish kerak. Sabr tagi oltin deydi. Qovunishni to'shay solamiz. Bismillahirrohmanirrohim deb, yo bismillah. Ana, ular o'tirib olamiz obunachilar. O'tirib olsa bo'lmaydi. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Dehqonchiliklarga baraka bersin. Ana. Bugun o'zim uchun, sizlar uchun ham Xudo xolasa bir tirikdan yeymiz. Yemasa bo'lmaydi. Men unimga yeb qo'ying deydigan odamlarim bor-da. Ana. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Mana, obunachilar. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Bari shifo. Bismillah.
Maza qilyapman. O'sha mazani yo'qotib qo'ymay deb gapirmay yeyapman. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat yoqmishlar deganlar. Mana shu kunlarga yetkazganiga shukr. Alhamdulillah shukr. Behisob shukr. Mencha ko'p yeyapsiz demanglar, sizlar uchun ham yeyapman. Uzoqda ko'rib turganlar. Endi odamlarga qonni sotamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana qonni ham mazza qilib oldi. Endi dehqonlar o'zi to'yib olish kerak-da. Keyin bemalol ish qilaveradi. Endi qilgan mehnatingizdan bahramand bo'lish uchun qonni to'yib olish kerak. To'yib olganingizdan keyin bemalol odamlarga sotaverasizlar. Endi mana mahallaga berdik, qo'ni-qo'shnilarga. Birinchi o'rinda hojilarga olib borib berdim, hojonaga. Olib borib berdim. Duolar qilishib, Alloh barakasini bersin, chiroyli duolar qilishdi. O'zimiz ham yedik, kecha mana uyda ustalar bor, ustalar ham yedi. Bugun bunday qilib yeganmisiz sizlar? Xudoga shukr, aytganiga shukr. Endi bu shirin qovunlarni shirindan shakar bo'lgan bolachalarga olib boramiz endi. Endi haligi qovun ham bu yangilikda hozirgi kunda. Endi voha tomonlarda bizdan oldin pishgan-ku. Bizga mana bir hafta 10 kundan beri o'sha odamlar sotishni boshladi, bu besaraylar sotishni boshladi. Biz shoshilmaymiz. Voy narx tushib ketdi, voy unday bo'ldi. Bizga umuman qiziq yo'q. Samgilar nech puldan sotsa ham barakasini bersin. Hamma narsa baraka million topgan bilan baraka bo'lmagan qiyin. To'g'rimi? Mo'g'ayli. Mo'g'aylar. Qovunlarim pishdi. Kim oladi yo, qovunlar diyo. Bugun sizlar bilan birgalikda yo'lma-yo'l sotib chiqamiz uni. Hozir birinchi o'rinda mahallaga berish uchun mahalla do'konlarga kiramiz, bittasiga kiramiz. Nechta olsa ham shu 5 ta oladimi, 6 ta oladimi, shuni yangilik qilib mahallaga. Mahallaga qovun kelgan yo'q. Birinchi o'rinda mahallaga yedirish kerak. O'shuning uchun mahalla do'koniga olib chiqib beramiz. Undan qolganini biz baliqchiga qarab yo'l olamiz. Baliqchiga olib borib, yo'l ketguncha mana qovunlarni yo'lda uchragan do'konga qovun olasizmi deb mana shularga o'tkazib kelamiz. Qani qo'limdan kelarmikin, kelmasmikin? Endi mana shu bahona bularni ham sotib kelaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qovun sotish jarayoni bundan keyin videolarda bo'ladi. Kanalga kim yangi bo'ladigan bo'lsa, obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.